Assalamu alaykum qarindoshlar. Mening ismim Raila Muhammad To'xti. Xotan shahri Kiriyanais tug'ilgan. Nopusimiz va turmush o'rnimiz Urumchi shahri Tianshar rayoni Minhua ko'chasi Sharq 8-ko'cha 2-numur. Men bugun dadam va qaynakam ustidan guvohlik bermoqchi. Bu rasmdagi bo'lsa mening dadam ismi Muhammad To'xti Savut. 1961-yil 6-oyning 14-kuni tug'ilgan. O'zi normal bir tijoratchi. 2016-yil 8-oyda 1 oylik sayohat vizasi bilan Turkiyaga chiqqan va Turkiyaning 2 yillik qonunli iqomat bilan vatan kirib ketgan. Vatan kirib ketib uzoq o'tmay pasportning tortib olinganligi va pat-pat tarbiyalanish kursiga berayotganligi xabarini oldim. Ondan 2018-yil 12-oyning oxiri kelganda rasmiy holda chiqib ketganligi xabarini oldim. 2 yil bo'lay dedi, dadamdan hech qanday xabar olmadim. Dadam o'zi bu yil 59 yoshini 60 kerak deb qoldi. 10 yildan oshgan diabet kesli bemori. Burundan izchil dori ishlatib kelayotgan. Hozir qanday ahvolda ekanligi, nada ekanligi to'g'risida hech qanday xabarim yo'q. Bu rasmlik bo'lsa mening qaynakam, ya'ni cho'ng achamning yo'ldoshi, ismi Bulqosim Muhammad. O'zi Xotan shahri Kiriyanais Shanba bozor yezisida bir to'liqsiz o'tir maktabda til adabiyoti o'qituvchisi. 3-o'g'ilning atalmış Xitoyning pedagoglik cheklamasining sirti tug'ilganlik sababi bilan 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Mening dadam begunoh holda tutib ketilgan va hozirgacha qo'yib berilmagan. Dadamning turmaga uslangandek yoki tarbiyalangandek hech bir gunohi yo'q. Shunga Xitoy hukumatidan dadam va qaynakamni tezdan qo'yib berishni talab qilaman. Butun dunyodagi qarindoshlarimizning dadam va qaynakamga o'xshagan nurg'un begunoh xalqimizningki Xitoyning turmalaridan tezroq qutulib chiqish uchun kuch chiqarishni chin dilimdan umid qilaman.